Ko'pchiligimizga bu holat tanish. Ayni kerak paytda zaryadlagich pand bermoqda. Kabeli esa mana shu ahvolga kelib qolgan. Lekin buni tuzatish mumkin. Faqat keling, USB kabellarimizning oyoqlari qanday vazifalar uchun mo'ljallanganligini o'rganib olaylik. Rasmdagi USB kabelimizga e'tibor bering. Uning 4 ta oyoqchasi mavjud. O'ng tomondan birinchi oyoqcha bu +5 voltni bildiradi. Ya'ni u +5 volt qizil simga ulangan bo'ladi. Ikkinchi oyoqchamiz esa D-, ya'ni data minusni bildiradi. U ma'lumot tashuvchi oyoqcha hisoblanadi. Data plus ham ma'lumot tashuvchi musbat sim hisoblanadi. Endi 4-chi oyoqchamiz esa chap tomondagi 5 voltning minusi, ya'ni GND yer hisoblanadi. Mana biz bilib oldik, ikki chetdagi oyoqcha muhim ekan. Zaryad olishi uchun ikki chetdagi oyoqchadan tok o'tar ekan. Biz ta'mirlayotganimizda ham bunga e'tibor beramiz. Endi kabellarning rangiga qarab, ularning qanday signal tashishini o'rganamiz. Rasmga e'tibor bering. Qizil simimiz +5 volt tok o'tkazadi. Qora simimiz esa o'sha +5 voltning minusi, ya'ni GND hisoblanadi. Data minus esa oq simimiz, bu data minus hisoblanar ekan. U ma'lumot tashiydi, rasmlar, videolar va hokazo. Ya'ni telefonni kompyuterga ulaganingizda shu oq va yashil simlar orqali ma'lumotlar o'tadi. Data plus esa ko'rib turganingizdek yashil sim ekan. O'rganib oldik. Biz demak zaryad olmayotgan holatda qizil va qora simlarni sinchiklab tekshirishimiz kerak bo'ladi. Mana bizda bitta buzilgan, ya'ni uzilgan, qayerdir uzilgan kabel bor. Ko'ryapsiz, zaryad olmayapti. Endi shu kabelni biz siz bilan hozir ta'mirlaymiz. Birinchi navbatda biz uzilgan ehtimoli bor joylarni yaxshilab ochib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, kabelning qora simi archilib qolgan, bu yaramaydi. Ya'ni bunday ochilib turishi yaxshi emas. U lekin uzilmaganligini ko'rib turibmiz. Endi biz uni kesib, qizilni ham kesib, u ham shubhali ko'rinyapti. Ikkalasini ham qaytadan leximlab qo'yamiz. Demak, tekshirib ko'rsam, mana tok bu yergacha kelmayapti. Bu degani bizda USB ni, ya'ni kattaroq qismida ham, mana bu joyida ham uzilish sodir bo'lgan. Shu sababli bu yerni ham ochib tekshiramiz.
Mana azizlar, uzilgan joyini topdim. U qora sim ekan. Endi qora simni tozalab, leximlab qo'yamiz. Endi azizlar, leximlashga tayyor holga keltirib oldik. Ozgina simni ochishimiz kerak bo'ladi. Nega simni ochishimiz kerak? Ya'ni kengroq qilib, ya'ni ozgina ko'proq joy ochishimiz kerak. Sababi biz terma trubkadan foydalanamiz hozir. Terma trubka esa leximlagichdan uzoqroq bo'lgani yaxshi. Chunki issiqlik uni qisqartirib qo'yadi. Natijada biz keyin kiydirishga qiynalamiz. Hozir o'zingiz buni tushunasiz. Hozir ozgina ochib kengaytirib oldik. Endigi vazifamiz bizni hozir mana shu tarzda bo'laman. Endigi vazifamiz terma trubkamizdan ozgina kesib olamiz bo'lakcha. Menda terma trubkam bor. Undan deylik bir 1,5 santimetrlar kesib oldik. Uni bu yoqqa kirgizamiz. Tozalab olay. Bu yoqqa kirgizamiz. Iloji boricha ichkariroqqa kirgizing. Sababi mana ichkariroqqa kirgizing. Iloji boricha, chunki mana shunday masofa bo'lgani yaxshi. Chunki issiqlik uni toraytirib qo'yadi. Natijada yurmay qoladi keyin bizda. Xo'p. Mana endi buni ulashimiz kerak. Bayanligimni uchi kirlanibdi, tozalab yuboraman. Keyin ozgina qo'rg'oshindan qalaydan mana oldik va bu yerga mana bunday qilib leximlab qo'yamiz. Mana shunday. Terma trubkani uzun marketdan topsangiz bo'ladi. Agar birinchi darsimizning pullik qismini sotib olsangiz, men batafsil terma trubkani nima deb qidirish kerakligini aytganman. Mana endi terma trubkamizni kiydiramiz. Mana shu tarzda mana kiydirdik. Bu haqiqiy izolyatsiya, ya'ni zavoddan chiqqan izolyatsiyada juda ham mustahkam himoya qiladi. Izolenta orqali bunday natijaga erishib bo'lmaydi. Izolyatsiya lentasi orqali bunday qilib bo'lmaydi. Mana ozgina qizdirib yuboradigan bo'lsam, mana endi azizlar ko'ryapsizki, zavoddan chiqqandek toraymoqda. Mana bo'ldi. Juda ham ajoyib bo'ldi. Qolgan qora va qizil simimiz kichkina tomonidagi mini USB tomonidagi qora va qizil simimizni ham xuddi shunday qilib tayyorlab olamiz. Endi biz ulab tekshirishga tayyormiz. Qani mana bu yoqdan sekin ulayman. Mana azizlar, marhamat ishlamoqda. Juda ham ajoyib. Super. Endi keyingi qadamda biz bitta xohlagan kabelimizni olib, uni o'rtasidan kesib mana bu tarzda joylashtirib kley bilan yaxshilab mana shunday tarzda to'ldirib qo'yamiz.
Azizlar, mana endi sizga ochib ko'rsatmoqchiman. Bu ya'ni qanchalik mustahkam, qilgan ishimizni qanchalik mustahkam va zo'r, sifatli bo'lganligini men sizga ochib isbotlab ko'rsatib bermoqchiman. Zavodning izolyatsiyasidan ham yaxshi bo'lganini ko'rib turibsiz. Ochishni qanchalik qiyinligini bu yoqda ko'rish mumkin. Biz qilgan yelim mana shu tarzda mustahkam yopishgan. Mana. Ochish juda ham qiyin. Va ozgina germetikligi ham bor. Buni boyagina sinishiga yo'l qo'ymaydi. Qarang qanday yopishgan. Mana. Zo'rg'a uzasiz. Bu degani zaryadchik ikkinchi umrini ham endi yashashni boshlaydi degani. Ya'ni har qanday qurilmani otib yuborishdan oldin uni ta'mirlab ko'rishga harakat qilishingiz kerak. Bu qiyin emas. Mana. Tozalash mushkul. Mana zo'rg'a artyapmiz. Ko'ryapsiz azizlar. Juda ham mustahkam va sifatli bo'lgan ekan. Albatta sinab ko'ring azizlar. Sizga bu video yoqqan bo'lsa, layklarni ayamang. Kommentariyalarda o'zingizni fikringizni bildiring.